obzorimiz A8000 to'liq avtomat to'g'richoqimiz. Mexanik to'g'richoq tikib o'rgangan tikuvchilarimiz uchun ruchnoy tarzda zakrepka hamda lapka ko'tarish xususiyatlariga ham ega. Ko'rib turganingizda 3 xil matoni, jinsi, koja hamda trikotaj matosini bemalol tikib ketyapti. Birinchi zakrepka knopkalarimizdan boshlaymiz. Ishni boshlashdan oldin birinchi knopkani bosib olamiz. Endi tikib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turganingizda zakrepka boshida qilindi, oxirida yo'q. Endi oxiridagina ham bosib ko'rsatib beramiz. Mana ko'rib turganingizda endi boshida ham qildi, oxirida ham qildi. Bu 3-knopkamiz zakrepkani o'zi. Buni ham bosib ko'rsatib beramiz. Mana ko'rib turganingizda bu ko'pincha futbolkalarimizdan birkalariga qulay bo'ladi. Keyingi knopkamiz bu lapka knopkasi. Buni bosamiz. Mana ko'rib turganingizda lapkani yonida qaychini rasmi ham chiqdi. Endi tikib ko'rsatib beramiz. Ko'rganingizda tikib bo'lish bilan lapka ko'tarildi, ikki kesildi. Endi yana bitta bosamiz. Mana bunaqa belgi chiqdi ekranda. Endi yana tikib ko'rsatamiz. Tikayotgan vaqtingizda, xohlagan vaqtingizda to'xtatib burishingiz mumkin bo'ladi materialni. Shunda shu xususiyat sizlarga kerak bo'ladi. Uchinchi marta bosganimizda ikkala funksiya ham yonadi. Keyingi knopkamiz qaychi. Hozir qaychimiz o'chib ko'rib turganingizda bitta bosamiz. Mana bu yerda qaychining shakli chiqadi. Shuni har doim qo'yganimizdan keyin ip avtomatik o'zi kesadi. Ko'rib turganingizda quyon va tagida tashviqani rasmi tushirilgan knopkalar bor. Bular tezlik va sekinlashishni pasaytirib ko'tarish. Keyingi knopkamiz bu ninani pastda yoki xohishimizga qarab tepada qoldirish uchun ko'rsatilgan. Mana bu yerda hozir bu pastda turibdi. Mana tikib bo'lganimizdan keyin pastda qoladi. Agar bitta bosib qo'ysa, bu yerda bunaqa shakl ko'rsatiladi. Tikib bo'lganimizdan keyin nina mana tepada qoladi. Keyingi knopkamiz bu ko'pincha ishlarni tez tikib qolib chaynab qolishini oldini oladi. Bosib qo'ysa, birinchi sekin boshlanib turib, keyin tezlashib ketadi. Knopkamiz mana sizlarga hozir bosib ko'rsatamiz. Donalab tikib beradi bu. Ko'rib turganingizda bosilyapti. Bu yerdan bitta-bitta tikib ketyapti. Xuddi shu narsa mana bu yerda ham bor. Bu tikib ketaveradi. Bu tegdi knopkasi zakrepka.